Kella bugun sizlar bilan Toshkentda BMWda, Mersda, inomarkalarda yuradigan opalar ovqatlanadigan joyda ujin qilib ko'ramiz. Necha pul bo'ladi? Bu restoranda nomi Kebun restoran ekan. O'zim ham birinchi marta kelib ko'ryapman. Ko'p ko'rganman, lekin biron marta ovqatlanib ko'rmagan ekanmiz. Ko'rgan bo'lsalaring ichkarida ham, tashqarida ham joylari bor ekan. Bular hozirda soyda bo'yiga yangicha joylar ham qilib qo'yishibdi. Bu joyda biron qilib qo'yib kelish kerak ekan. Bu joyda qayerda joylashganini ko'pchilik bilmas ekan. Video davomida aytib o'tib ketaman. Ovqatlarimizni zakaz qilib oldik. 20 minutda keladi deyishdi. 17 minutda zakazlarimiz hammasi yetib keldi. Shu joydan boshlab endi hammani ishtahasi ochiladigan joyga yetib keldik. Biz ko'p kelayotgan joylarimizda eng zo'r ovqatlarning qaysi deganimizda o'zlari ovqatlar tavsiya qilishadi. Ham ovqatlarni tavsiya bo'yicha zakaz qildik, lekin berishgan ovqatlari haqiqatda ishoninglar, ham shunaqangi mazali ekanki, ancha-muncha joyda yemagan ta'mlaringni his qilar ekansiz. Burgerda haqiqiy sochnisini yemoqchi bo'lsalaring, men yeb ko'rgan burgerdan ila, u burgerning yonida qo'shimcha kelgan baqlajon salatga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Salatlari shunaqangi mazali ekanki, hammasiga xullas 10 dan 10 berdim. Achchig'da yeydiganlar mana salatdan ozgina yeb ko'ringlar, haqiqatda ishtahalaringni ochib yuboradi. Siraza ishtaha ochilgandan keyin qo'ydi kareykasini shunday bitta tishlovdim, bor og'izda ichida shunday erib ketyapti. Buni kelib yeb ko'rmasalaring bo'lmaydi. Bu joyda faqat boy opalar bas, oilaviy ham kelib juda ham ko'pchilik o'tirar ekan. Chunki biz ketayotgan paytda oilaviy kelgan klientlar juda ham ko'payib ketishdi. Shu joylar to'lib ketdi. Endi vakatsiyaga keladigan bo'lsak, Minor masjidi chap qo'lida joylashgan. Yandexda Kebun deb yozsalaring, manzillari ham chiqib kelar ekan. Bu videoda boy opalarga jo'natib qo'yasizlar. Faqat kommentariyaga yozib qoldirib qo'yinglar, necha pul bo'lganini taxmin qilib ko'ringlar. Gap bilan bo'lib ichimliklarni esdan chiqarib qo'yibman. Ichimliklarga keladigan bo'lsak 10 dan 100 beraman. Shunaqangi yangicha ichimliklar ixtiro qilib qo'yishdiki, ancha-muncha chet elda ham bunaqa ichimliklarni ichmaysizlar. Bu joyda agar siz ham ovqatlanib ko'rgan bo'lsangiz, qaysi ovqatlar sizga yoqadi kommentariyaga yozib qoldirib qo'ying. Endi shirinliklarga yetib keldik. Bilasizlar, har doim qatga borsam shirinliklarni ham yeb ko'raman. Men yoqtirgan art mevali shirinliklar ham bor ekan, yeb ko'rdim. Ishoninglar, mazasi haqiqatda bomba ekan. Bu joyda faqat ovqatlar mazalimikin desam, shirinliklarga umuman o'zim kompot bo'lib qoldim. Yegan ovqatlarimiz 4 kishiga 1.537.000 bo'ldi, lekin 6 kishi 7 kishilikda ovqatini yeb oldik. Yaxshi va tez xizmat ko'rsatishgani uchun $10 chivi qoldirdim. Boy opalarim, sizlar qayerda ovqatlanishni bilasizlar. Keyingi joy qaysi joy bo'lsin?